Muxbirimiz bevosita raqamli qurilmalarning turlari, ularning o'rnatish jarayonlari va boshqa jihatlari haqida lavha tayyorlagan, ko'ramiz. 20 kishilik jamoa bilan boshlangan ish bugun 200 ga yaqin xodimni birlashtirgan yirik korxonaga aylandi. Bu yerda dehqon va fermer xo'jaliklari uchun bugungi kunda eng zarur bo'lgan aqlli suv tejovchi texnologiyalar va zamonaviy qurilmalar ishlab chiqarilmoqda. Hozir 2 yil davomida faoliyat ko'rsatib kelamiz. Hozirgi kunda 5 turdagi mahsulotlari o'zimiz to'liq mahalliylashtirishda ishlab chiqaramiz. Masalan, hozir birinchi o'sha asosan sotayotganimiz Smart Channel, Smart Well, keyin radarlarimiz bor. Shu mahsulotlarni o'zimizda to'liq mahalliylashtirib ishlab chiqaramiz. Korxonada bu kabi ovozlar kun davomida tinmaydi, chunki ish qizimoqda. Ochilganiga hali ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, bu yerda ishlab chiqariladigan mahsulotlardan 10 mingdan ortiq viloyatlarga yetkazib ham berilgan. Smart Channel mahsulotlarimizni fermerlarga afzalligi bor. Fermerlar suv sathini o'lchash uchun, hisobini olib yuritish uchun bizning qurilmamizdan foydalansa, ular ancha ekonomik, soliq imtiyozlariga ega bo'ladi. Bu korxonaning yana bir o'ziga xosligi, bu yerda ishlab chiqariladigan har bir texnika mana shu suv laboratoriyasida sinovdan o'tkaziladi. Xususan, mana bu kanal sun'iy ravishda tashkil qilingan. Bu yerda suv sathi, qancha suv ishlatilishi mumkinligi bevosita tekshirib boriladi. Sun'iy suv oqish kanali hosil qilingan. Unda o'tayotgan suv aniq sarfini o'lchovchi qurilma orqali o'lchanadi va etalon bilan solishtirib, qurilmalarimizni aniqligini oshirib boramiz. Laboratoriyamiz butun O'rta Osiyoda yagona hisoblanadi bu turda. Bu yerda o'sha har xil suv hosil qila olamiz. Tez oqadigan, sekin oqadigan, dimlanib oqadigan, erkin oqadigan suvlarimizni o'lchash imkoniyatiga egamiz. Tayyor bo'lgan har bir qurilma mijozga yetkazib berilishidan oldin barcha asosiy parametrlari bo'yicha sinovdan o'tkaziladi. O'rnatilgandan so'ng esa uning faoliyati onlayn tarzda kuzatib boriladi va muntazam monitoring qilinadi. Shu bilan birga korxona mutaxassislari qurilma uchun ishlab chiqilgan dasturiy ta'minotni doimiy ravishda takomillashtirib boradi.